Assalomu alaykum. Ba'zan inson o'zini yetarli emas, noto'g'ri, qanaqadir buzilgandek his qiladi. Lekin Milton Erikson shunday der edi: insonni tuzatish shart emas, uni tushunish kifoya. Bugun siz bilan Milton Erikson yulduzi deb nomlangan kuchli model bilan tanishib chiqamiz. Bu model terapiyada, NLPda, o'z ustida ishlashda juda chuqur natija beradigan kuchli model hisoblanadi. Agar siz o'zingizni tushunishni, ichki kuchingizni ko'rishni va hayotingizga yumshoqlik bilan o'zgarish kiritishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Slaydimizga e'tibor beradigan bo'lsak, Milton Erikson yulduzi 5 ta asosiy tamoyildan iborat. Milton Eriksonning asosiy g'oyasi barcha inson o'zgarishga, hayotini yaxshilashga unda yetarlicha resurs bor degan g'oya yotadi. Slaydimiz markazida barcha inson deb yozib qo'yilgan. Bu nimani anglatadi? Muammo bilan kelgan inson, xato qilgan inson, adashgan inson baribir insonligicha qoladi. Hayotiy misol, bir ayol terapiyaga keldi. Men kuchsizman, men hamma narsani buzib yuboraman. Aslida u kuchsiz emas. U shunchaki og'ir davrini boshdan kechiryapti. Erikson yondashuvi shunday dedi: siz muammo emassiz, siz muammoni boshidan kechirayotgan insonsiz. Ana endi yulduzchamizni har bir qirrasi bilan tanishib chiqamiz. Milton Erikson yulduzining birinchi qirrasiga agar e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, barcha insonlar qanday bo'lsa, aynan shu holatda yaxshi. Siz o'zgaraman deb o'zingizni o'zgartirishingiz shart emas yoki boshqa bir insonga yoqaman deb harakat qilishingiz shart emas. Chunki siz boringizcha hozirgi holatingizda eng yaxshi holatingiz hisoblanadi. Inson o'zgarishi o'zini rad etishdan emas, balki inson agar o'zini qabul qiladigan bo'lsa, boricha qanday bo'lsa, shunda insonning o'zgarishi tez bo'ladi. Hayotiy misol, bir yigit terapiyaga keldi va shunday dedi: asabiyligimdan nafratlanaman. Terapevt esa shunday dedi: demak, asabiyliging seni nimadandir asraydi. Shu joyda inson ilk bor, demak, men yomon emas ekanman degan fikrni his qildi. Yulduzimizning ikkinchi tamoyiliga agar o'z e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, nima deydi? Barcha insonlar doim o'zgarib boradi, bu muqarrar jarayon. Bu nimani anglatadi? Inson xohlasa, xohlamasa doim o'zgaradi. Muammo shundaki, ko'p insonlar o'zgarishdan qo'rqadi. Eski holiga yopishib oladi. Hayotiy misol, oldin juda faol edim, hozir faol emasman. Lekin inson hayoti fasllarga o'xshaydi. Bahor, yoz, kuz, qish. Qish yomon emas, bu o'zgarishga tayyorgarlik. Demak, barcha inson o'zgarishga moyil ekan. Slaydimizga e'tibor qaratamiz va yulduzimizning 3-tamoyili bilan tanishib chiqamiz. Barcha insonlar xohlagan natijaga erishish va baxtli bo'lish uchun zarur ichki resurslarga ega. Bu eng kuchli tamoyillardan biri hisoblanadi. Inson tashqaridan emas, balki o'z ichidan resurs topadi. Hayotiy misol, bir ayol men kuchli emasman dedi. Lekin biz uni resurslarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, u farzand tarbiyalayapti, muammolardan o'tyapti va hayotini davom ettiryapti. Bu nima? Bu resurs. Inson ko'pincha o'zini resursini oddiy hisoblaydi va anglamay qoladi. Agar biz o'zimizni resurslarimizni tahlil qiladigan bo'lsak, biz baxtli bo'lishga va hayotda xohlagan natijamizga erishish uchun barcha resurslar bizlarda mavjud. Milton Erikson yulduzi NLPdagi presupozitsiyalarga ham o'xshash. Kimdir agar NLP presupozitsiyalarini ko'rmagan bo'lsa, alohida bizlar videomiz bor presupozitsiyaga. Kanalimizga kirib, bemalol ko'rishinglar mumkin. Davom etamiz va yulduzimizning 4-tamoyili bilan tanishib chiqamiz. Barcha insonlar o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, to'g'ri qaror qabul qiladi. Bu tamoyil nima beradi? O'zini ayblash va pushaymonlik hissini kamaytirishga yordam beradi. Hayotiy misol, nega o'sha ishni qilmaganman dedi inson. Chunki o'sha paytda bilim shu edi, holat shu edi, resurs shu edi. Bugungi aql bilan kechani ayblash bu adolatsizlik. Ana endi yulduzimizning 5-tamoyili bilan tanishib chiqamiz. Barcha insonlar har qanday xatti-harakatning asosida ijobiy maqsad yotadi. Bu tamoyil juda ko'p narsani o'zgartiradi. Hatto insonga zararli bo'lgan xatti-harakatlarning ortida ham ijobiy niyat yotadi. Misol olib qaraydigan bo'lsak, insonni chekishi. Bu juda zararli odat.
lekin uni orqasida qanaqa ijobiy niyat bor? Misol uchun, inson chekish orqali dam olishi mumkin, stressdan chiqishi mumkin yoki qanaqadir tanaffus qilishi mumkin. Demak, biz shuni anglashimiz kerakki, har qanday xatti-harakatlarimiz orqasida nimadir ijobiy niyat bor. Faqat uni amalga oshirish yo'lini biz ekologik, xavfsiz va o'zimizni sog'lig'imizga zarar yetkazmasdan amalga oshirishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Milton Erikson yulduzi bizga shuni o'rgatadi. O'zingizni sindirmang, o'zingizni tushuning va o'zgarishga muloyimlik bilan yondashing. Agar video sizga foydali bo'lsa, like bosing, savollaringiz bo'lsa izohga yozing va agar doimiy video xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Hozircha ma'lumotlarim shulardan iborat. Xayr.